16 oktyabr kuni majburiy emgak va odam atkazchiligiga qarshi turish muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Davlat ishlar mahkamasining yuqori darajali kishilik huquq amaldori, Davlat ishlar kotibining yordamchisi Robert Destro Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqiga va diniy e'tiqod guruhlari qaratgan turlik vahshiylikni bayon qilib, dunyoni birlikda zamonaviy qulluqni to'xtatishga chaqirdi. Muxbirlarning Sharq Turkiston Falun Gong masalasi qarta so'ralgan savollarga Amerika Xitoy Kompartiyasining kishilarning organlarini majburiy yig'ib olish jinoyati to'g'risida amaliy tekshirishni boshlaganligini bildirdi. Robert Destro men boshqalarning jigirini o'g'irlaganda mubakra kishilik huquqiga daxl ta'ruz qilishni o'ylab yetamayman. Biz davomli Xitoyning mushu jinoyati to'g'risida doklad topshirib olamiz. Shunga biz ayblashlar ustida amaliy tekshirishni boshladik. Zamonaviy qulluq yana mavjud. Har birimiz mayli qaysi din, qaysi davlat, qaysi rayon, qaysi irq bo'lishidan qat'iy nazar uni to'sish majburiyatimiz bor. Shundaqli keng jamoat xalqining Xitoyning majburiy organ yig'ib olishi haqida egalligan ishonchli uchur isbotlari bo'lsa, biz bilan aloqa qilishni tashabbus qilaman degan. Amerika Davlat ishlar mahkamasining odam atkazchiligiga qarshi turish bosh elchisi John Cotton Richmond organ yig'ish Palermo kelishimnomasida aniqlangan ekspeditsiyaning biri. Biz davomli munosabatli uchurlarni to'playmiz. Aslida kishilar hukumatga tayinib odam atkazchiligini to'xtatadigan qonunlarni ijro qiladi. Ammo ba'zi hukumatlarning o'zi odam atkazchiligi bilan shug'ullandi. Odam atkazchiligini Xitoy Kommunistik partiyasi Sharq Turkiston Uyg'ur xalqi Falun Gong muritlarini bostirish va kontrol qilishning bir qism tadbir qilib olgan. Amerika Xitoy Kompartiyasining bu xil nachar, eg'ir bo'lgan odam atkazchilik harakatini qattiq ayblaydi. Hamda unumli tadbir qo'llanish kerak degan.